Assalomu alaykum, klub obunachilari. Ana xudo xolasa, stokalarni qo'yishdi. Bugun krasalar qilishdi. Najmlargacha xudo xolasa qo'yib qo'yishdi. Ertadan boshlab faqat zamok qo'yishgan bo'lsa, endi klyonkalar tortish boshlashadi. Inshaalloh. Mana hali gopilgan yo'q. Tashqi holatlar. Xudo xolasa bunalarimiz bu jarayonlarda pishyapti. Ichkarilarda. Bu tomonda ham shu 15-3 oydan keyin 2-3 oydan keyin xudo xolasa bu tomonda ko'kmalar pishayotgan bo'ladi. Ahamiyat bergan bo'lsam, bu tomonda stelajlar baland bo'ldi. Bu tomonda stelajlar pastroq qildik ataylab. Shu oldingisi bir xato qilgan ekanmiz. Bu tomonni pasaytirib qo'ydik. Inshaalloh sekin tushunchalar bo'lyapti. Qo'limizdan kelgancha xatolarni tuzatyapmiz xatolarni. Xudo xolasa mana Azbek mashinasi o'zi shogirdlari bilan ichkariga stokalar turganlarni kirishyapti ichkariga. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, gumillatib, mana bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ishlaringizga omad hammalaringizga.